Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Yaxshi yetib keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Aha. Shahnoza Saidova, 88-yil. Tojikiston Respublikasi Xo'jand shahri Jizzax, to'g'rimi? Tak, siz ham Grija bilan kelibsiz. Xo'sh. L4, L5, L5, S1da 4,5 millimetrlik protruziya. Bitta bor xolos. Ko'ks artroziz ham bor ekan, birinchi stepen. Covid bo'luvdingizmi? Yo'q. Bo'lmaganman, bilmadim lekin. O'tgan safar doktorga borganimda ham shunaqa savol berdi. Ko'p nima dedi? Covid. O'shanaqa bo'lganmisiz deb. Ko'ks artroz bilan Covid bo'lganlar ko'plari ko'ks artroz bo'lib qolyapti-da. Bu kasallikda virusda o'shanaqa asorati bor. Shuncha so'rayapman. Ular ham shunday so'radi, men bo'lganim yo'q dedim. O'zingiz bilmagan holatda yengil bo'lib o'tgansiz dedi-da. Endi Organizm baquvvat bo'lsa ham bilmay o'tgan vaqtida shu narsa dedi. Aytdim, men sezganim yo'q, bo'lganim ham yo'q, ikol dori olganim ham yo'q dedim-da. Ha, necha yildan beri qiynalyapsiz? Asosan 3 yil. Bezovtagarchilik nimadan iborat? Faqat shu beldagi og'riq, ko'proq mana shu o'tirib supuraman-ku enkayib, o'shanda gavdamni ola olmayapman. Hozirgi vaqtda qarib 15 kun, 20 kundan buyon oddiy o'tirib kir yuvsam ham gavdam ko'tarish qiyin bo'lyapti. Mana shu biqin, bel, mana oyoq bilan og'riq bor, achitib. Ha, o'rningizdan turing, ko'rsatingchi. O'tirib ko'rsating, engashib ko'rsatasiz. Birinchi o'tirib ko'rsating. Turing. Asta. Engashib ko'rsating. Asta. Og'riq. Igna sanchganda og'riq berib olayotgan yo'qmi? Hozir shunaqada? Sus og'riq bor. Hozir qo'lingiz bilan ko'rsating. Mana shu bor-ku. O'sha bilan. Bo'ldi. O'tiring. Kurs lecheyamiz belgilanmagan. Hozirgi aytgan shikoyatingiz borku? Necha kunda yo'q bo'lsa, o'sha kuni javob. Balkim 5 kun, balkim 10 kun, balkim 15 kun, aytilmayman. Qilayotgan muolajalarimiz sekin-sekin umurtqani tortishdan iborat. Ya'ni umurtqani ikki tomonga cho'zganimdan keyin arasi bo'shab qoladi-da, keyin boyagi chiqib qolgan protruziya ham, grija ham orqaga qarab kiradi. Shundan keyin og'riqlar to'xtaydi. Shu uslubda davolayman. Meniki shunday uslub. Tushundingizmi? Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Ketishga tayyormisiz? Xudoga shukr, tayyorman. Sog' bo'ling. Hali bir ko'ramiz. Surishtirib. Tak, Saidova Shahnoza, 88-yil, Tojikiston Respublikasi, Xo'jand shahri. Shikoyat. Tak, bu yerda L4, L5, L4, L5, L5, S1da 0,45 cm deb qo'yibdi, ya'ni 4,5 millimetr protruziya. Oldingi kameraga ta'sir qilayotgan ekan. Xo'p. Men Saidova Shahnoza 3 yildan buyon bel va oyoq og'rig'idan qiynalyapman. Belim, oyog'im enkayib ish qiladi, oyog'im og'rig'i tufayli, demak qo'shyapman. Enkayib ish qila olmayman. Bu yerda belim, oyog'im enkayib ish qila olmayman deyapsiz-da. Agar 2-3 kilo yuk ko'tarsam,
o'ng biqinim va matkamda tortib achish paydo bo'ladi. Meni opam da bu yerda davolanib ketgandilar. Hı. Keyin boshimda bir og'riq, o'ng tizzamda, chap tizzamning orqasi og'riydi. Hı. Keyin boshidan bir chekkadan aytamiz. Belim degan joyda og'riq belda bormi? Hozir 10 kun o'tdi, qarang. Siz 17-aprel 2025-yil keldingiz. Bugun esa 26-aprel 25-yil, ya'ni 10 kun vaqt bo'ldi. Belda og'riq bormi? yo'q, Aniq Yo'q. yo'qmi? yo'q. Oyoqdachi? Oyog'imda tizzamdagilar hammasi yo'qoldi. 3 kun, 4 Yo'q, kun qoyil. mobaynida. Oyog'imda enkayib ish qilsam og'riq beradi dedingiz. Enkaysangiz, enkayib ko'rgandirsiz qo'l Ha, qo'lda. yo'q, ko'rdim o'zimda. 2-3 kiloga ko'tarsam biqinim va matkamda tortish va achish paydo bo'ladi. Biror narsa ko'tarib ko'rdingiz, baklashga? Ha, yo'q, ko'tardim. O'zim sinadim. Jimmi? Yo'q, og'riq achishlar. Barakalla. Boshimda og'riqchi. Boshimda og'rigani bor. Boshda og'riq bor. Qanday og'riq bu? Shu ikkita chakam, mana bo'yinim bor-ku. Mana ikkita o'shat bilan og'riydi bijirlab. Jimjiqlar, ya. Kimnimni qilsam, bir 10 minut, 15 minut yengil tortib mazza qilgandek bo'laman. Keyin syomka tugasa man sizga o'rgataman. Bu uyda qolib ketayotgan narsa. Arzimagan pul turadi. Zakazlarda ham zakaz beriladi-ku. To'g'rimi? Bor-ku pochtalaring. Pochtada zakaz berasiz, bo'ldi. Olasizda o'sha yerga tayyorlaysiz. Chap tizzamning orqasi og'riydi deyapsiz yana. Unda Yo'q, bunday yerga o'tiramiz-ku, o'shanday o'tirganda hozir yo'q. demak, hamma Yo'qoldi. kasalingizni Xudoga davolab shukr. beribman. Yaxshi. To'g'rimi? Yaxshimi? Yaxshi. Tojikistondan keldingiz, a? Shuncha yo'l bosib, chegara o'tib keldingiz. Afsuslanmayapsizmi? Yo'q, Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Ha, Afsusdamasman. mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin, yaxshi yetib oling. Rahmat. Mana bu Ko'p yashang. bizlarda masalan kurs lecheniya emas bu. Ya'ni больницаga borib turib 10 kun yotasan. Bu yerda tuzalguncha yotaveradi. Mana hozir tuzaldim deyapsiz, bo'ldi ketyapsiz. Tushunarli? Salomat bo'ling. Rahmat.